Do'stlar bilasizlar, 5 oy oldin ota-onamdan duo olib yo'lga chiqqandim. Hozir onam bilan birinchi ko'rishganimda aytgan gaplarini qaranglar. Seni bilasiz, cho'llarda qolib ketganingda men qancha azob chekmadim. Hech kimga ravo ko'rmayman. Shuncha kun mana qiynaldim. Hamma ko'rdi, ko'z oldida shu yurib keldim. Ba'zi joylarda to'g'ri iloji yo'q joylarda mashinaga chiqdim. Lekin do'stlar, shu yo'llarga keldim. Niyatimga yetdim. Ota-onam bilan mana dadam. Do'stlar, dadam shu oilamiz dehqonchilik bilan shug'ullanamiz. Do'stlar, boylik muhim emas. Allohim chaqirsa hisob. 1000 plyus bo'lsa ham mana do'stlar shuncha inson nasib qilganiga buyuryapti do'stlar. Pulsiz mana ilojini qildim. Pulsiz shu yo'llarga yetib keldik. Ota-onam. Lekin do'stlar, qaranglar mana shuncha kun yo'lda yurdim. Nimalar bo'ldi ishlaringni mana. Mana sizlar sog'indim. Qodirbekka kelganiga xursandman. Biz ham